Nega korrupsiyaga qarshi hammamiz birgalikda kurashishimiz kerak? Axir loqayd yurish osonroq emasmi? Tasavvur qiling, sizning ko'zingizga korrupsiyaning ayanchli oqibatlari bugunoq ko'rinsa, shunda ham bu illatga nisbatan befarq bo'la olasizmi? Korrupsiya sabab barqarorlik yo'qolishi va bu bevosita sizga ham ta'sir qilishini bilasizmi? Korrupsiya odamlarning eng oddiy qulayliklaridan mosuvo qilishini-chi? Aholi korrupsiya sabab shaxsiy avtomobilidek odatiy qulayliklarga ega bo'la olmasligi mumkin. Bunga nima deysiz? Korrupsiya sabab hayot sifatining tushib ketishiga qanday qaraysiz? Rivojlanish va taraqqiyotga to'sqinlik qiladigan asosiy omil bu korrupsiya emasmi? Korrupsiya illati o'zingiz va yaqinlaringizga to'g'ridan-to'g'ri zarba beradi. Shuncha dalildan keyin o'zini hurmat qiladigan hech bir inson korrupsiyaga nisbatan loqayd bo'la olmaydi. Zero bu illatga qarshi kurashish faqatgina vakolatli davlat organlarining emas, balki har birimizning burchimizdir.